Salom do'stlar hammaga. Demak 365 kunlik challengeimizni 46-kuniga ham yetib kelibmiz. Boshladik. Oldin demak qizib olamiz yaxshilab, keyin ajmanini boshladim. Nimagadir dangasaligim kelib qolyapti. Lekin shu challenge bahona to'xtatmaslikka harakat qilyapman. Menga podpishkada bo'lib tursalaring, like bosib, podpisatsiya bosib, menga yana motivatsiya bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi videolar qilishga harakat qilaman. Lekin foydasi sezilgandek bo'lyapti. Mana 2 oyga yaqinlashyapti. O'zimni kuchli sezyapman, yaxshigina. Qo'llab-quvvatlab, like bosib tursalaring, yana ham oldinga intilamiz. Xudo xolasa salomat bo'linglar. Bundan ham qiziq yaxshi videolar hali oldinda. Rahmat.